O'limdan qo'rqmayman. Allohga qasam, o'limdan qo'rqmayman. Bilasanmi nimadan qo'rqaman? Qilgan ishlarimga javob bera olmaslikdan qo'rqaman. Chunki u yerda akang, ukang, do'sting hech kim senga yordam bera olmaydi. O'zing qilgan ishga o'zing javob berasan-da. Biz mansabimizga suyanmaylik quvvatli bo'lish uchun. Tanish bilishlarga suyanmaylik quvvatli bo'lish uchun. Pulimizga suyanmaylik quvvatli bo'lish uchun. Biz haqiqiy quvvat egasi bo'lgan Allohga suyanishni o'rganaylik. Bu quvvat hech qachon yo'q bo'lmaydi. Ma'qulmi? Siz yurtingizda kuchli odamsiz. Boshqa davlatga borsangiz hech kim emas o'sha. Chunki sizning quvvatingiz mamlakatingiz hududi bilan nima bo'lardi? Cheklanadi. Janozaga bormaydigan ukalar, ta'ziyaga bormaydigan ukalar, xato o'qib qo'yildi desa shart teskari qarab ketadigan ukalar. Ukalar deyman, chunki kattalar ziyorat qiladi. Otasini yo'qotdi, odamlar kelgandan keyin ko'rdi odamlarning qadri qanchalik bo'ladi. Onasi o'lganda odamlar janozaga qatnashdi, ertasi kuni bir Qur'on o'qigani keldi. Alloh sabr bersin deb ko'nglini ko'targanda odamning qadri balandligini bilgandan keyin boradigan bo'lib qoladi kattalar. Men 30 ni pastdagilarga aytayapman. Rasululloh aytadilar, qaysi bir mo'min o'z birodarining musibatida unga ta'ziya bildirsa, Alloh mana shu ta'ziya bildirganga karomat libosini kiygizadi. Xohlaymizmi? Azizlik karomat libosini kiyishdi, ta'ziya bildirgani boraylik.